Uyingizni oldida mana shunaqa baland tereli o'sgan bo'lsa juda ham foydali, chunki bu ham insonga kislorod beradi. Assalomu alaykum hurmatli Mulhouse obunachilar. Bugun sizlarga tanishtiradigan uyimiz mana shunaqa bahavo manzarali joyda joylashgan. Manzilimiz Yangi Hayot tumani, Orientir Food City, Yangi Qo'yliq bozori. Katta ko'chagacha 500 metr chiqadigan eski binokor Jaloyirda joylashgan. Mana shu ikkita yonma-yon qurilgan kottejlarimiz. Umumiy maydoni 2 sotik. 5 ta xonadan. Buni planirovkasi sal boshqacharoq, 2 xil planirovkada. Oldida mana shunaqa baland tereli ekilgan, ariqlarda mana shunaqa suvlar oqadigan bahavo joyda. Mana stashkalar qilingan. Narxini hozirdan aytaman. Narxi juda ham zo'r. Narxi startoviy 105 ming deyilyapti, yana kelishtiriladi. Yana zo'r imkoniyat bor. Bu uylarni, kottejlarni ipoteka asosida olsangiz ham bo'ladi. Zo'ri hozirda ko'p uylarga telefon qilsanglar, ipotekaga yetsanglar, ha yo'q deydi. Lekin bu uyimizni ipoteka asosida beriladi. Mana ko'rib turibsizlar. Oldida ham zeleniy zonalar qilingan, manzarali daraxtchalar ekib qo'yilgan, 100% pishgan g'ishtdan sifatli xom ashyodan qurilgan. Ana endi mana bunisi bilan tanishamiz. Kirishimiz kalitka eshik hamda avtomatik darvoza bo'ladi. Uyimizning atrofida maktab, bog'cha, magazinlar bor, hamma qulayliklar bor. Katta ko'chaga atigi 500 metr chiqadigan lokatsiyada joylashgan. Mana qaranglar, avtomatik darvozadan kirib, bemalol ikkita mashina, tapchan, stol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana uyimizning ichkaridan ko'rinishi. Bu yoqda mana zeleniy zonasi bor. Mana archa ekib qo'yilgan. Bu yoqda mana karcherga, rakvinalarga joylab qoldirilgan. Tashqarida qo'shimcha hojatxona. Bu yoqda tepasi naves qilingan yozgi oshxona. Yozgi oshxonamizda hamma sharoitlari bor. Bu yerda umumvalnik, o'rtada barbekyu zona, bu yoqda mana qozon, o'choq qilingan. Podvalga tashqaridan tushamiz. Podvalimiz ham kengina, unumli foydalansanglar bo'ladi. Podvalga uyimizning isitish tizimi duxkontrli kotel o'rnatilgan. Ikkala uyimiz ham торцовый joylashgan. Mana ko'rib turibsizlar. Bunaqa uylar agar sentrda, shahar markazida bo'lganda kamida 200 ming bo'lardi. Buni bilasizlar o'zingizlar, chunki yer sotiga o'zi yerda qimmat. Qaranglar, juda ham yaxshi, chiroyli fasonda qilingan. Ana endi xonalar bilan tanishamiz. Kirganimizda bizani mana shunaqa yorqin, chiroyli abo'ylab ko'radi. Mana shunaqa oppoqqina eshiklar qilingan. Kirganda o'ng qo'lda kattagina mehmonxona keladi. Mehmonxona, hamma joy cho'pli pol desaydi. Mehmonxonamiz ro'parasida oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz mebel texnikasiga ega. Ko'rib turganingizdek. Mana bu yoqda bitta bolalar yotoqxonasi joylashgan. Mana bu yoqda umumiy sanuzul, mana vanna, shkofli, umumvalnik, unitaz hamda bu yoqda mana kir mashinaga joylab tashlangan, tahorat uchun ham mana sharoitlar qilib qo'yilgan. Hamma sharoitlari bor sanuzul. Bu yoqda ham yana bitta bolalar yotoqxonasi joylashgan. Mana bu yoqda bitta kattalar yotoqxonasi. Undan orqa balkonchaga chiqsanglar bo'ladi. Ichida o'zini sanuzuliga ega. Ko'rib turganingizdek, mana umumvalniklar, unitaz, mana dushvoyalari, hamma sharoitlari qilingan. Uning yonida ham yana bitta kattalar yotoqxonasi. Ko'rib turganingizdek, hamma xonalarimizga quyosh nuri tushadi. Bu spalningiz ichida ham mana dushvoyasi bor. Ko'rib turganingizdek. Eslatib o'taman, uyimizning narxi 105 ming. Naqdga olsanglar bo'ladi hamda qo'shimcha sizlarga zo'r imkoniyat ipoteka asosida olsanglar ham bo'ladi. Naqdga narxi yana kelishtirib beriladi. 2 sotik 5 ta xona, pod ключ tayyor kirib yashaydigan. Videoga like bosib, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar hamda mana shu uyning videosini uy qidirgan yaqiningizga yuborib qo'ying. Rahmat, salomat bo'ling.